Birodarlar, qoidani bilib olaylik. Bir narsaki, Alloh bu narsani yaxshi ko'rgan bandasiga ham beryapti, yomon ko'rgan bandasiga ham beryapti. Yaxshi ko'rganga ham beryapti buni, yomon ko'rganga ham beryapti buni. Demak, shu narsa Allohning muhabbatini belgisi emas. Ma'qulmi? Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun zo'rasini katta bergan. Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun rizqini keng qilgan. Bu noto'g'ri gap. Nima, Iso alayhisalomni Alloh yomon ko'rganmi? Kambag'al edi. Muhammad alayhisalomni yomon ko'rganmi? Nauzubillah. Payg'ambarimiz faqir edi. Qachon biz mana o'lchov tushunchani tuzatamiz, shunda hayotimiz saodatli bo'ladi. Hayotdan maqsad boy, badolat bo'lish emas, maqsad Allohning rizosi. Endi boy bo'lib rozi qilasizmi Allohni? Kambag'al bo'lib rozi qilasizmi? U Alloh taoloning yozgan nimasi peshonamizga? Rizqi.